19-mart 2025-yil bugun o'sha tadbirkorlardan murojaatlar yuzasidan sizlarni bu yoqda o'sha murojaatlar yuzasidan sizlarni yig'ildik bu yoqda. Qanaqa murojaatlar bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Bir boshdan murojaat qilinglar, men ro'yxatga olib navbat kelganda murojaatlaringizni qonun doirasida yechishga yo'llanishamiz. Marhamat. Ben bugün Xo'jayev shahar Chorvoda fermer xo'jalik rahbari Xo'jayev Zanjin bilaman. Bugün banka 19-2025 banka murojaat qildim. Ishchi xizmatchilarimizga ish haqi berish maqsadida murojaat qildim. Murojaatim qondirildi. Mana bugün bankdan 20 million miqdorda pul olyapman. Bank xodimlaridan biz minnatdormiz. Xizmatlardan hammasi a'lo darajada o'zgarib kelyapti. Katta rahmat. Demak, o'sha ish haqi yuzasidan murojaat qilganingiz bugün ish haqi yuzasidan murojaat qildim. 20 million qo'lda chekim turibdi, olyapman. Keling baba, keling. Yo'q, keling, oldinroq keling. Keling oldinroq. Namazlayvali dollar pensiyaga chiqish uchun o'zimni ish bilan band qilish uchun 50 million chorva qilaman deb kreditga ariza berganman. Bu kunlar tasdiq bo'ladi, nasib bo'lsa olib ketamiz. Ism familiya kim? Mirzayeva Hilola. Mirzayeva Hilola. Mahalla loyihasi kredit liniyasi bo'yicha kredit deb murojaat qilgansiz. Ha, murojaat qilganman. Kim? Siz, gapiring. Ben Agrosavdo Chorva fermer xo'jalik rahbari bo'laman. Bankka murojaatim Open Business ilovasi bo'yicha edi. Kim yana? Ben şu Hamza'nın burada fermer xo'jalik rahbariman. Mineral o'g'it g'allani oziqlantirish ustidan shu murojaatdan chiqaman. Mineral o'g'it uchun fermer xo'jalikka pullar ko'chirish kerak. Ana shuni. Rahmat.